Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana endi navbatdagi darvozamizni olib kelib, o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Qo'shtepa tumani O'rag'bolg'a qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, razmeri eniga 347, bo'yiga 380 razmerda bo'ldi. Albatta shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa aziz yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamizni asosiy mana stoykalari, ikkala yoni mana tag qismi 10 lik shviller bo'lgan. Listda 2 lik listda 2 qavatlik variantda qilib, mana asosiy bozlari aziz yurtdoshlar 8 ga 4 lik profilda, ichlari 6 ga 4 lik 1.7 lik qora profildan foydalanganmiz. Endi bu darvozamizni kraskasiga to'xtalib o'tsak, kraskasi albatta gruntovkalar sepilib, quyosh nuriga chidamli, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Va mana shu palasa joylariga polni birlik stenali nержавейкаdan yopishtirib, xudo xohlasa sifatlisidan yopishtirib, ertaga ko'chib ketmaydigan, yaxshi xizmat qiladigan, sifatli qilib o'z joyiga mana chiroyli plotniy qilib o'rnashtirib berdik. Bu darvozamiz aziz yurtdoshlar, dostavka ustanovka ichida sifatli temir mahsulotlaridan yasalganligini hisobiga 1.350.000 so'mdan 17 million so'mga olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana shu darvozamizni tepa qismi balandligini hisobiga 50 sm qismi ochilmaydigan promok qismi bo'ldi. Va mana shu zamoklariga ham to'xtalib o'tsak, rossiyskiy zuber zamoklaridan qo'yilgan. Va polni rezinkalarigacha qo'yib, chiroyli qilib darvozani ishlab berganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston istalgan joydan zakaz qilinsa, olib borib, dostavka ustanovka ichida o'rnatib beramiz. Hozirgi kunda bu high-tech fasondagi darvozalarimiz kvadrat metri 1.200.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha yasab beryapmiz. Albatta narx-navosini, materiallarni kelishilgan holda yasab berilyapti va temir darvozalarda juda ham bir turi ko'payib ketgan. 500.000 so'mdan 2 million so'mgacha temir darvozalar bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz temir darvozalar katalogimizni tashlab beramiz. O'zlaringga yoqqan darvozani tanlab albatta zakaz qilsalaring, xudo xolasa arzon va sifatli temir mahsulotlardan tayyorlab, chiroyli qilib zakaz qilingan manzilga o'rnashtirib beramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.